Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala emma ba'du. Sabahdaşlar biz aldığımız saatlik dersimizde Sulasi Mujarratninki neçe babu var degandik 12 babu var degandik. Buningdan af'ala yuf'ilu if'alen bu babni degandik. Bunu vazife verdim sizlarga. İkincisi fa'ala yuf'ilu tef'ilen şunama. Bu ne? Öğrendik. Üçüncüsü fa'ala yufa'ilu mufa'aleten yaki fi'alen şunama. Ma şekilde öğrendik. Ondan kin bir teziyada tefa'ala yetefa'alu tefa'ulen. Andaki fa'ala babı bir teziyada tefa'ala yetefa'alu tefa'ulen. Cami 5 babını öğrendik. Bu 5 babının ki normalda keng kullanıldığan ma'nilerini sizlarga şu vaqtda qanday o'tdim bir eslatib o'tdim. Mesela falan babının ki manda ma'nisi var, hukukun babının manda ma'nisi var. Tamam, u yerdan ketdik. Biz davamlışımız yani Sulasi Mujarratdagi 12 babning qolganlarini davamlışımız. Men sizlarga darsning oldida mana bir narsani eslatganim esimda. 3 harflik pilla bo'ladi Sulasi Mujarratda. 3 harflik pillaga, 3 harflik pillaga 1 harf ziyoda. Nima bo'ladi? Pilla bo'ladi. 2 harf ziyoda pilla bo'ladi. Necha harf? 3 harf. Mushu bo'yicha kallanlarda qanday qilsanglar bo'ladi. Hatto kitob mushu bo'yicha ayriliq. Ammo sizlar kallanlarga Sulasi Mujarratning 12 babini va bo'yicha qanday qilsanglar yetar, siz olsanglar yetadi. Endi biz o'rganmoqchi bo'lgan bugungi dars al-babul awwal debdi. Al-babul awwal deyishning sababi Abdur qanday qilayotgan bir harf ziyoda, 2 harf ziyoda, 3 harf ziyoda deb buni ishni ayrim bo'lgan emasmi? 2 harf ziyoda pillaning al-babul awwal demakchi. Biz uni bilan ishimiz yo'q. Ammo bizga nisbatan qanchinchi bab bu? 6-chi bab. 6-chi bab. Kitobda 1-chi bab debdi. Anaqa shu nuqtadan infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Yana qalam daftaringlarni echinglar. İnfa'ala yenfa'ilu infi'alen. Bununla ben hareketini koymasam bunu deb o'ylamay yoki qo'yib o'tay. Sizlarga ham ini qo'yib ketsin. Qaysi shakldagi, qaysi ma'nodagi pilla mushu bab o'lchimiga tushadi. Chunki fa'ala o'lchimidagi bir pil af'alaga tushdi. Xarajani qanday qildik? Axraja qildik. Nima? Fa'ala babiga tushdi. Qanday qildik? Xarraja qildik. Fa'ala babiga tushdi. Daraba qildik. Shunami? Tafa'ala babiga tushdi. Qanday qildik? Tadaraba qildik. Hammasida bir ma'no o'zgarish bo'ldi. Ve şunun o'xshash savoqdaşlar. Fa'ala babidan bir pilni qanday qilindi? Infa'ala babiga o'zgartirildi. Ve chuqur bir ma'no o'zgaraydi bu yerda. Masalan bir misol keltiray. Sizlar misol keltiramsizlar ya. Kasara yaksiru shundami? Buni kassara yukassiru qilib bo'ladi. Kasara nega? Sundadi. Sundi emas, sundadi. Kasrachu çaktı deniyor. Manca anladın? Çünkü fa'ala babının köpeytişmeni söylemez mi? Bir nersi sundağan diyen köp hallarda iki parça çıkanını görürsüdür. Bir kalemini sundağsam da neçe parça olurdu? İki parça. Ama çaksam, bir nersini çaksam kana oldu, para oldu. Ne köpüydü diyen köp. Şu noktadan kessere. Ne mi o? Çak diye de tercüme kılırsa. Hem de şu kesereni biz infa'ala babından kılsak ne mi o? İnkesere. İnkesere anlamanız ne mi? Sundi. Şuna o? Tamam. Sıradın emde sorayım. Kesere sundadi. İnkesere kana kıldı sundi. Bilmem. Oturdaki fark kanda fark ki. Sundi diye özü için sunanda. Ben açıkımda orunduklu sundadım. Ama bunun ismi ne mi o?
Kesara. Buni ishlatib turgan fe'l kesara. Men chiqib ketgandan keyin boshqalar men parang pro bir narsani chaqib sungandan keyin birisi so'raydi, nimalar sunibdi desa, urundu qanaqdi sunibdi. Shundami endi? Ya'ni kesara bir ishni qilish o'timlik ma'nosi bo'lsa, infaala shu o'timlik fe'lga agish qildigan fe'l. Yani şunu qubulluğuç. Ötümlük fe'lning ma'nosini qanday qilguvchi? Qubul qilguvchi. Ötümlük fe'lning ma'nosini qanday qilguvchi? Qubul. Yana qaranglar degan. Texnik tushunishga gapiray. Sundadi, sundi. Sundadi qanday qildi? Sundi. Tekrar bir misal gapiraymi? Kesert el-jaride. Men shaxtni qanday qildim? Sundadi, fan keseret. Qanday qilib sundi. Yani ötümlük fe'lning fe'lisini qabul qilish ma'nosini qaysi bab bilan ifodalaymiz? Infaal. Yana bir misal. Yana bir misal bera olasizmi? In fataha. Yan fatiha. Hayatdagi men tushundirgan qoida bo'yicha siz tarjima qilgan fataha degani nima edi? Ochdi. Tushunami? In fataha-chi. Qabul qilish. Açsa etishni qabul qilgan narsani bo'ladi, echiladi. Bir narsaning eg'izini qattiq chiqib ketgan, men tirishib ochdim, qana qildi, echildi. Yana bir misol. Yana bir misol. Inqata'a yanqati'u. Qata'a degani nima? Uzdi. Inqata'a nima? Uzuldi. Buna dikkat kılın. Kata'a üzdü, inqata'a qana qildi, üzüldü. Bu şekilde. Yani infaala babının ahvali bu şekilde bulundu savaşlar. Endi undan keyingi misol aytaylik. Undan keyingi misolga. Qaysi misol? Bab qaysi bab? Ifta'ala yafta'ilu. Men bununga bir harakat qo'yay babning o'ziga. Ifta'ala yafta'ilu. İfta'ala yafta'ilu. Bunun bir misal keltirib qo'ying. Mesela ijtama'a kitobda ijtama'a kan go ijtama'a yajtami'u. Ma'nı 3 harflik fiilisi qaysi? Jama'a yajma'u. Jama'a yajma'u. Jama'a degani nima aytdi? Topladi, shunami? Ijtama'achi toplandi. Alloh ma'nosi qanday ekan bunga o'xshash. İfta'ala babının ma'nosi infa'ala babi bilan asosan nima o'xshash. Yana bir misol beramanmi? Yana bir misol. İştaqqa yashtaqqu. Shaqqa degani nima aytdi? Yadi. İştaqqa qanday? Yedi. İki misol. İki misollarni hozircha bo'ldi turli. Ondan keyin qaysi babga keldik? İstef'ala yestef'al. İstef'ala yestef'al. Bunun hareketini okuyup buraya. Üzerine hazır kadar köygen cümlelerden bence ancak kallanını işletip tehlil qilib baksanlar bo'ladi. Davomli qilib kitobga eslolmanglar. Kitob nima deb bersa, uning ishini tutgan bo'lmanglar. Chunki kitob yozganlarni sildik edimchi. Gerçi uning fazilini e'tirof qilamiz, to'g'ri. Ammo biz o'zimizni kitobning qulisi qilib olgandan keyin ular bilan o'rganmaymiz. Biz o'zimizni mustaqil bir izlanuvchi qatorida qo'yaylik. Mana istifala babida kelgan fillardan bir biletni o'ylab boqing. Nima? Mesela normal pillardan biz cık kögen pillardan istahraca yastahraca. Xaraca yaman cık o'zgaraydi. Xaraca, axraca, xarraca shunday ama andaki nima istahraca.
istahraja yastakhrijuning ma'nosini musobaqlashlar. Bir narsani talab qilish. Agar talab qilishni qabul qilgan narsa bo'lib qolsa, agar qabul qilmaydigan narsa bo'lib qolsa, zo'rlab shu ishni boshqalarga qildirish nima bo'ladi? İstefala yastafil. Masalan, Ahmad uydan chiqib unimsa, men qana qilaman? İstahraja qilaman. İstahrajaga yeb chiqa hukm, apa hukm, tatlı hukm chiqqanda talab qilaman uningdan. Ya'ni qana qildi? Chiqishni talab qildi. Ondan keyin neft var, neft yani aslında. Değil mi? Çıkar desek çıkmaydan bu yapalım. Qana qilamiz? Amallarni qilib burg'ulab uni qo'lab chiqamiz. Uni nima? İstahraja, yastahraja. Tamam, yana bir misol olaylik. İstahraja, yastahrajaga. Masalan, dedik-ku, xarajat chiqishni talab qildi. Hozir yana bir misol gapiraman. Yana bir misoldan taxmin tushunasizlar. Men fa'ala babı bilan fassara. Nima? Buni usharlik bilan qaysi fassara? Nima fassara degan? Masala qana qildi? Oydinlashtirdi. Ochdi. Nima? Endi istifara bag'uzi buzib boqaylik. Istifara. Nima istifara degan? So'rdi degan. Buni bizlarga. Mesela ilanlarda bir mahsulotlarni e'lon qiladi ya shirkatlar. Mahsulotlarni e'lon qilganda tafsilotini bilmoqchi bo'lsangiz, falan numaraga telefon qiling deydi-ku. Arab tilida ashib deydi. Lil istifsar. Keyin lam raqam deb kesaman deydi. 5 4 6 masalasi shaklda. İstifsar bir narsani qana qilish, so'rash. Tushunchi talab qilish. Shunami? O'qituvchi darsni tushuntirib bo'lib, o'quvchilar qarab deydi. Deydi. Hal min istifsar deydi. Hal min istifsar. Qani savol bormi shunami? Tushundingmi? Yana bir misol. Nima? Fahima degan nima? Tushundi. İstefhame degan chu. Tushuntirishni talab qildi. Istifhom degan nima? Savol degan. O'xshash. Boshqalardan bir narsani talab qilib, ma'lum narsani chiqarsak, ma'lum ishni qilg'izsak, shu bobni qaysi shaklda keltiramiz? Istafala babida keltiramiz. Bu Uyg'urchada bobning jumlaning oldikaniga munosib shaklda ya manda ishni talab qildi deb tarjima qilamiz yoki bunda qildi deb tarjima qilamiz. Masalan, istahraja desa chiqadi. Chiqishni talab qildi, chiqdi. Tushundingmi? Istafsara desa qana qildi, so'radi. Yoki tushuntirishni talab qildi. Istafhama desa uning tushunchisini so'radi degan gap. Tushundingmi, yo'qmi? Bu shaklda tushunsa bo'ladi. Yana bir misol bilan aytaylik sizlarga. Aramada qarilar bor-ku, qarilar bor-ku. Wala tamnun tastaksir. İsteksara yastaksir. Istakthara yastakhiru. Kathura degan nima? Ko'paydi. Nima? İsteksara desichu. Ko'paytishni talab qildi. Ko'p birishni talab qildi. Wala tamnun tastaksir degan nega? Har xil tafsir bor, ammo sen tushunayotgan tafsirin sen boshqalarga ko'p elishni niyat qilib bermaydi. Yaxshi. Asli tamnun deganda yaxshilik qilish degan ma'noda. Sen birovga yaxshilik qilsa, uningdan ko'proq elishning tamoyida. Wala tamnun tastakthir degan gap ko'p elishni o'ylab, talab qilib yaxshilik qilmaydi. Tushundingmi? İsteksara qana qildi? Ko'p elishni o'yladi yoki ko'p birishni talab qildi degan. Mana so'zlarning mushu inchki nuqtalarining hammasi siz tarjima qilmoqchi bo'lgan Qur'on yoki hadislarga qana qiladi, ta'sir qiladi savoqdoshlar. Shuning bilan tunnigun 5 bob turgan. Hozir necha bob tugadi? 3 bob. Qaysi? In fa'ala istafala. Endi qaysi bob keldi?
İf'alla يفعل yef'allu. İf'alla yef'allu. İf'alla yef'allu. Bunun misali ihmerre yahmerru. Danlıq misallar hammasi isvedde yesveddu. Andakin ibyadda yebyaddu. Şunama? Ben nende bu misalını mı yazayım? Başka misal yok mu onunki? Bunu da yazsam. Mesela i'vecce ya'veccu. Hem sizler mi sorup bakar? Sizler bir o'quvchi, izlanguvchi bo'lib turgan doska yozgan misollar nima uchun? Asosan bu bab bir narsaning rangi, bir shakl, shundami? Mushuni ifodalaydi. Bir odamning yuzi qanaq ketdi, qizirib ketdi. Qizardi yana. Balki sizlardan birisi so'ralsa, arabchada qizardi deganda o hamira deydi ekan. Qizirib ketdimi deb topamaslik mumkin. Dal mushaq usulsan. Ma'lum bir narsaning ta'sirida o'zgarish hosil qilganda qaysi babda ifodalaymiz? If'alla yaf'allu bab bilan ifodalaymiz arkadaşlar. Asosan rangdan nima ayib nuqsonlarda ko'p qo'llanilsa. Masalan, bir odamning ko'ziga toshdan birisi tegiblam ko'rib qoldi. Nima? I'varra. Nima bo'ldi? Ko'rib qoldi. Ihmarra qanaq ketdi? Qizirib ketdi. Iswadda. Qur'ondami qiyomat kunisi ularning yuzini qanaq bo'ladi? Qordab ketdi, shundami? Bu shaklda. Ihmarra yahmarru ihmiraran masdar. Iswadda yaswaddu iswadan masdar bu shaklda. Undan keyin katta o'qiyana buning yana bir juftiki bor. If'allaniki. Bir ilib ortiq shundami? If'al. Yaf'al. If'al. Allah. İf'alla yef'al. İf'alla yef'allu aşbayatınki if'alla yef'allu bilen tamamen nima o'xshash. Hiç fark yok. Keltirdiğim misalimiz mi? Hem şu bayatın falan o'xshash. Yazayım yazmayayım o. Yazmasam bo'ldi menimcha. Bayatın ihmarra yahmarru iswadda yaswaddu. Dedim-ku, mush bu shaklda kelsanlar bo'ladi. Taylig'ini yozib beray. Ihmarra yahmaru. Ne degan gap bu? Qizib ketdi degan gap. Qattiq qizib ketdi degan gap. Bayatning farqi nima ikkisiniki? Ihmarra bilan ihmarraning farqi nima? Ihmarra qizib ketdi. Ihmarra edassiz qizib ketdi degan gap. Tushundingizmi? Mesela qattiq qizib ketdi deymiz ya, shu. İsvadda qanaq ketdi? Qor dedi. İsvadda nima? Qop-qora ketdi. Mana shaklda. Ya'ni if'alla babi, if'alla babiga qaraganda nimani ifodalaydi? Faqat va faqat lil ubad. O kadar farq bor. Agar mushu farqlarni sizlar güzel bir şekilde yodlay olsangiz, oldinroq gap qilgan jumlalar, gap qilgan fe'llar sizlarga nisbatan ma'ni jihati hech ta'sir ko'rsatmaydi. Qiyin to'xtamaydi sizlarga nisbatan. Tamam, necha vaqt tugadi savoddoshlar? Ala. İfta'ala, infa'ala yanfa'ilu, ibta'ala yabta'ilu, istaf'ala yastaf'ilu, if'alla yaf'allu, if'alla yaf'al. Necha vaqt qoldi? If'au ala yaf'al. If'au ala yaf'au aylu. Shundami? Bunun hareketini qo'yib aytaylik sizlarga qolay olsun.
Qaranglar do'stlar. Hatta sistemning tunumay astiga qizilsizlik chiqaryapti. Astiga qizilsizlik chiqargani ma pilni ma sistemning tunumi bo'ladi. Bu nimani ifodalaydi bilamsizlar? Bu xil shakldagi pillarning qo'llanishi intayin yo'q yani asosan. Buni keltirgan misolimiz qaysi? Ya'shaw shaba. Ya'shaw shaba, ya'shaw shibu. Endi bu qanday ma'nosi bor babningki? Ma babning ma'nosida aytmoqchi, filning ma'nosida aytmoqchi. Ya'shaw shabaning 3 harflik tip yildizi qaysi? Ashuba. Ashaba. Ashaba degani nima? O'chib uni degan. Masalan, bunda bir gap bor. Ashabal ard deb qo'ydi. Mayning hammasi nima bo'lib ketdi? O'chib unib ketdi. Yerdan o'chib qana qildi undi. Balkim bu ifoda bir qism o'chib unsin bo'lishi mumkin. Ammo i'shaw shabasi degan. O'chib bisib ketdi. O'chib bisib ketdi degan. Mubolag'a. Masalan, etizimni termay bir kun qo'yib qo'ysam bir yil hammasini nim bisib ketadi, o'chib bisib ketadi. O'shni i'shaw shaba, ya'shaw shibu. Bunu mutayliq ustidan yezib beraymish yerga. Buning ma'nosi nima? Lil mubolag'a. If'au ala yaf'a'ilu babininki asosan ma'nosi nima uchun keladi? Mubolag'a uchun keladi. Masalan, yana bir misol aytay sizlarga. Tayliq, aprivota yana bir misol. Sizlarga qiynalmas uchun ko'p misol olmayman. Bu yil qurg'oq olib ketilgandan deydi. Qurg'oqchilik degandan deydi. Jadd. Tamam, jadaba. Shuni mushbuni chiqaraylik, if'al alani. Ijdaw daba. Yajdaw dibu. Nega nima u? Qurg'oqchilik bo'lib ketdi degan ma'noda. Mubohov qiladi nima bo'g'ini? Ig'ir darajada nima bo'lib ketgani? Qurg'oq bo'lib ketgani. Tamam, yana bir misol aytaylik. Va bir narsaning yumshoqligi nima deydi u? Layin. Nima? Qattiqligi nima? Xashana. Khashunat masdar. Shunami? Endi mushul musbab bo'yicha chiqib baqili. Ikhshaw shana. Nun ba'mas. Yakhshaw shino. Ko'p qo'llanmaydi saboqdoshlar, ammo mashta bir ahvol bor. Agar if'au ala babida normal pillarni qana qilsanglar, ifodalasanlar, akasanlar, bu nimani ifodalaydi? Favqulodda mubolag'a bo'lib ketganda, ko'p bo'lib ketganda qanday qiladi? Ifodalaydi. Mushay savdosi muhimi bu. Mabobda. Tushunammi? Eng oxirida bir bob qoldi mencha. Savdosh tushunatamsan yo'qmi? Tamam. Qaysi bob u? If'au wala yaf'au vilu. Men sizlarga hozir harakatni o'qib beray, tayinlab. If aw va la shunami? Yaf aw vi lu. If'aw va la yaf'awilu. Buni misoldan birini keltiraylik. Illawza İjlevveze yejlevvizu celeze
tügünün birisi qata ergişmanğanne ne buludu iclavazlar ejder. Bunun ma'nosimi bayatdanki if'au ala yaf'au iluga o'xshashlar nima? Bu balig'ni ifodalaydi bas. Gap tugul. Mesela bunun üç harflik filisi qaysi mı ijlavazanınki? Jalaza degan nima? Tügününki bunda normal sokuldab suratda mangan holatini jalaza deydi. Am ijlavaza degancha qata birisidan sap tuzib shunda ama yuqori darajadagi surat bilan mangan bo'lsa buni bo'ladi ijlavaza. Hammasi muborakni ifodasi. Shuna onda saboqdoshlar bizningki sulasi mujarrad babimiz qanday qildi oxirlashdi. Biz oldingi soatlik darsda 5 yil o'qidik. 5 bobni eslatdi. Uni men bayat darsda qanday qildim eslatdim. Hozir eshib qolgan necha bobni 7 bobni sizlarga do'stlarga yozib berdim. Mouselarga nisbatan bir nima topshiriq. Endi kitob qarasanglar, mushlarni bir ko'raylik kitobni o'zidan. Kitob qarang. Kitapta avtor alaqı bir üç harflik fillağı ziyade olan harf noktasının bir neçəyə bölündükən biz onun rəay qamılıq hesab şunda ama kitaptaki açtosunda yazılған el-babul evvel deyə yaqaranlar. El-babul evvel infa'ala yenfa'ilu infi'alen babı bayatını oxuanda bunun ölçümü yani ölçüm kelgan bir inkesara yenkesiru inkisara. Bunun alameti, bu babının alahidliki alameti ne olursa eyyetun madihi. Bunun mazisininki ne buluşu? Ala hamsete ahruf buluşu, 5 harflik buluşu. Hamza, nun bunun avliga ziyade kılıştı. Yani 2 harf ziyade oldu kendisine ama hamza olan ne nun? Ve bunun kuruluşuna ifade edilen manası ne için geliyor dese? Lil mutava'a. Yani boyusunun ergeç kılış. Ütümlük kıllarınki ergeç küçülüsü. Mesela keserenin özü sundurdu olsa inkesere kana kıldı sundur. Belki aranlardan ben bayatın çöndürüşünün ilgili soraş istiki boğan buluşu mümkün. Mutava'a degen nimo? Şuna mı dese Abdülüz cevap verip ma'nalı mutava'a. Mutava'nın manası ötümlük pilinin toldurguçu boğan alakısıdın bir nesinin tesirinin peyda oluşu. Qaranglar, bu yerni men tushunmaymi? Men ma tayoqni sundurdim. Kesira degan pil qanday pil? O'timlik pil. O'timlik pil ma maf'ulun bi, ya'ni to'ldiruvchi munosabatli bo'lib, men sundagandan keyin nima hol yuz berdi? Mavsuludi. Mushning o'zi mutavva bo'ldi. Mana tushunamyapmi? Masalan bunda o'ltirdi, o'ldi. O'ltirdi, qana qildi, o'ldi. Sundadi, sundi. Kendisi aldıdaki qanday oldu? Ergişti. Bunun o'zi mutavva. Masalan, kasartu zujaj, aynakni qanday qildim? Sundadim, fan kasara zalika zujaj. Aynak qanday ketdi? Sunib ketdi. Ana fa inna inkisara zujaj, aynakning sunishi o'timli pildan iborat. Kasr degan pilning ashunga munosabatli bo'lganligidan hosil bo'lgan bir ta'sir. Ben şunu Etherun hasala en taallukul kesr. Kesr sunduruş degan ma'nonun ana munosabatli bo'lganligini chiqqan bir ta'sir. Ki bu sunduruş nima? O'timlik pil shu. Bu birinchi bab. İkinci bab qaranglar. Biz bayatını eminim yeterli bir şekilde tushunib oldik va shu kitobda tezroq maqsad hech ham bo'lmaydi. İkinci babda biz qaysini o'qidik? İfta'ala, yefta'ilu ifta'ala. Bunun keltirilgan misali mavzuni ijtama'a. Bunun alameti mazisining 5 harfi bilan bo'lishi, avvalliga hamzani ziyoda qilish bilan va aynilan fa'ni o'tirg'a ta'ni ziyoda qilish bilan. Ya'ni hamza bilan ta ortiq degan gap. Bunun qurilishini nima ifodalaydi? Qurilmasi desanglar, bina'uhu va bunun bu qurilma ham mutavva'ani ifodalaydi. Ya'ni o'sha ergishishni Cema'atul ibil. Men tügülerini topladım. Fectema'a zâlikel ibil. O tügüler kana kıldı? Toplandı. Topladım. Bir tügü misal attı. Başka çaylık misal alsam. Cema'atut tullab fectema'u. Men okuyucularını topladım. Bunlar kana kıldı? Toplandı.
Yığın degan nima deydi? İctima. İctima'an chiqqan. Yana turibchida to'planti deydi-ku. To'plandi degan gap aslida. Shu asli ma'nosi. Shunisi undan keyin keldik qaysi babga if'alla yaf'allu if'alan. Buning biz keltirgan misollarimiz qaysi? Ihmarra yahmarru iswadda yaswadda ibyadda yabyad shunami? Buning alomati buning ma'zisining 5 harf bilan bo'lishi, avliga hamzani ziyoda qilishi bilan va oxiriga shu fe'lning limining jinsidan bo'lgan yana bir harfni oldi. Demak, fa'ala degan lamdan bir harfni oldimiz. Avliga hamza ziyoda, oxiriga lamning udrusi kelgan bir harf. Asli hamiratga oldiga i akilimiz, keyingi radin emrini qo'shimiz nima bo'ladi? Ihmarra. Tushundinglarmi? Bu qaysi ma'noni ifodalaydi bu bob desa, bino bu bob mubolag'a lozim. Fil lozim ma'nodagi ko'p hollarda ham nimani ifodalab turadi? Mubolag'ani. Ba'zilar deydi va qiyil deganga ba'zilar bildigan ma'noda men shuni tushuntirdim sizlarga. Rang uchun, ayb uchun ifodalaydi. Asosan shu. Rang bilan aybdan boshqalarni chiqib ko'rmadik bu pullarni. Rangning misoli ihmar zaydun. Zayd qanaq ketdi? Qizirib ketdi. Tushunami? Ayb uchun kelgan misoli i'var zaydun. Zayd nima bo'ldi? Ko'rib qoldi. 4-chi bob. Biz buni o'tib ketgan va mana o'qib bo'lgan. Undan keyin keldik istaf'ala yastaf'ilu bobiga. Mavzunuhu nechinchi bab topaldinglarmi? İstef'ala yestef'ilu. Yani kitabın adı belki 45. bab yapacağım. İstehraca yestehrucu misalına keldik. Alameti mazisi 6 harf bilan bo'ladi. Avliga se, hamza, sin, ta, ni ziyoda qilinadi. Aldiga 3 harf ortiq keladi. İstef'ala babi tutishning bilan. Bunun qurilmasi ham o'timlik qilish uchun keladi. Men sizlarga bayatdim. Talab qilishni dedim ya. Aşı ma'nosi o'timlik ma'nosi shu. Çünkü misaldan tushundirman sizlarga. Ba'zi lozim bo'ladi. O'timlikning misoli istahraja Zaydun al-mal. Zayd malni qana qildi chiqardi. İbayatman neftni misol qilib bergan. Neft chiqarish debcha istahraja an-naft masalan, ya'ni ko'lab qana qilish, neft chiqarish. Lozim misoli istahjaratayn. Lay qana qildi, qatdi. İstahjara degan nima? Hajar degan nima? Toshqo. İstahraja tosh oldu degan gap. Tosh oldi, qatdi degan gap. Dilinde magapning janovi, qilohining janovi, qil va qil pilni talab qilishsin. Mushumak muhim nuqta. Masalan, astagfirullah desa, g'afara degan nima? Kechirdi. Istagfira degan kechirishni talab qiladi. Astagfirullah degan gap Allohdan kechirimni qana qilma talab qiladi. Bu ma'no asos. Undan keyin keldik, qaysi vaqt keldik? If'ala yaf'au aylu. Bunun misal i'ashaw shaba ya'ashaw shaba i'ashi shaba. Men boshqa misolim keltirdik bunga. Esingizda baxshin yozdinglar mencha. Bunun alomati mazisi 6 harf bilan bo'ladi. Avliga hamzani ziyoda qilish va fe'lning aynining jinsidan yana bir harfni ziyoda qilish. Aynining lamning o'tirgan vovni 3 harf ziyoda qildik ekanmiz. Avliga hamza. Shunami? Fe'lning aynining o'tirgan harfdan birini ko'paytirdik ekanmiz va aynining lamning o'tirgan vov qo'shdik ekanmiz, 3 bitirdik ekan. If aw ala. Tushundinglarmi? Buning qurilmasi ham mubolag'a uchun. Bayatmazda misol qilib berdim. Chunki yuqol mana deyildi. Ashabal ard deb qo'ydi. Yerni nima unutdi? O'chib unutdi. Ya o'chib. Idza nabata ala wajhil ard fil jumla. Ya'ni umumatan fil jumla degan gap umumatan zaminning yuziga bir o'chib usullik unsa ashaba. Ammo i'shawshabal ard deyildi idza kasura nabat wajhil ard. Yani yüzdeki ösümlük çok bo'lib ketsa, yani o'chib besib ketdi degandek deyman. Masalan, bunun yeni misol keltirdim men sizlarga. Qaysi misol bu? Xo'shana shunami? Qattiq qo'paloq, ig'ir, mana bunday shaklda. Undan keyin keldik qaysi babga? If'awala yaf'al. Bunun qaysi misolini keltirdik? Ijdawaz. Alomati buning mas 6 taraf bilan bo'ladi. Avliga hamzani ziyoda qilishlar. İki vovni aynlan lamni o'tirg'i qo'shashlar. Buning qurilmasi ham lozim mubolag'a uchun bo'ladi. Chunki mana deyiladi. Jalaza al-ibilu. Deb qo'ymiz 3 harflik tilni kelsak, tugan normal tezlikda ma'nosi.
Ama ijlav o'zal ibildab qo'ydi, tuga ziyoda suratlanmoqsan. Asli texmi inchkilasak, qata hamma tuguli ko'p tugula tezlik birlikda tez maqsa, buni bo'ladi ijlav va mubalag'a. Undan keyin keldik if'alla ibodatda if'alla yaf'alunki nimasi mubalag'asi. Buning misoli ihmarra yahmarru ihmiraran. Alamati buning mazisi alt harf bilan bo'ladi. Avliga hamzani ziyoda qilamiz. Aynla lamni o'tirg'i alifni ziyoda qilamiz. Pilning lamining turidan bo'lgan yana bir harfni oxiriga ziyoda qilamiz. Bunda pilning qurilmasi lozim pilni, o'timsiz pilni mubalag'a qilish uchun bo'ladi. Lekin diqqat qiling. Ma bab if'ilal babidan degani ihmarra ihmarradin nimraqa ablag'roq, ya'ni mubalag'roq. Chunki hamira zaydun deymiz. İza kana lahu humratun fil jumla. Zaydda o'zlik bir qizillikda xijlildigan gap qilsak, choy qizirdi ya, hamira. Ihmarra zaydun deyiladi agar uningda bir sal mubalag'a shakldagi qizib ketish, nima? İhmarra zaydun deyiladi agar uningda ziyoda mubalag'a. Ya'ni demakchi o'g'ini ash qap qizdirib, choy qon qo'ygandek, anani siqib etgandek bo'lib qolsa choyga nima bo'ladi? Ihmar. Aşkın mubalag'a bo'ladi. Tushuninglarmi yo'qmi? Shunda bo'lganda bizning bugungi dars tugadi qo'ya. Mushu misollarning hammani necha kunlikga o'xshash yodlaysizlar, yozasizlar. Men kelasi soatlik darsda Sulasi Mazidning 12 bobining hamma darsini qanday qilib topshirib olaman. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.